Radarga tushirib qiynalib ketdingizmi? Antiradar sotib olishga pul yig'ilmayaptimi, aka? Men sizlarga hozir boshlang'ich to'lovsiz umuman 1 yil muddatga bo'lib beradigan ishonch do'koniga kelganman. Bu yerdan siz nafaqat antiradar, balkim avtoaksessuar, mashinaga tegishli bo'lgan balon, diska, chexol, polik, hattoki delkor akkumulyatorlari, rul, o'zingizga aksessuarlar ham yig'ib chiqib ketsangiz bo'ladi. Shu aytgan narsalarimni hammasini Nasiya Savdoga 1 yilga muddatli to'lovga olsanglar bo'ladi. Faqatgina shu mart oyini oxirigacha bu aksiya, ya'ni bahor keldi aksiyasi amal qilayotgan ekan. Bitta dona pasportni o'zi kifoya qilar ekan. Hech qanaqa ish joy, pish joy kerak emas ekan. Undan tashqari bular 8 ta Onix avtomobilni yutuqqa qo'yishgan. Agar siz kelib shu yerdan 4 million so'mlik narsa xarid qiladigan bo'lsangiz, o'yin ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Agar 8 millionlik narsa xarid qilsangiz, bu imkoniyat sizda 2 martaga oshadi. Oka, baribir radarga 1 yil mobaynida tushsangiz, ishtirofingiz aniq bilaman bir 5-6 million chiqib qoladi. Shuning uchun kelib xatab shu antiradarni sotib oling.